Odamlar charchagan seni tekshirishingdan, odamlar hamma ishonmay qolgan. Davlatga emas, sizlarga. Hammani oyog'iga kishan. Prokuror, milisa, yana bir ikkita bor tashkilotlar. Soliq. O'tirib olib 339 tani qamash emas, mehnat qilib ishlatishni menga chorasini berasan. Men qamatishni senga qamalsam juda chiroyli bilasan qamashni. Menga odamni qamashing kerak emas. Menga o'sha odamni dunyoqarashi o'zgartirib, agar noinsof bo'lsa, darrog'ina soliqni qo'yib boshqa odamga berish kerak. Tamam. 20 yildan nima qilib o'tiribsan sen? Nimaga buni ishlatmayapsan? Kim senga buni berdi o'zi? Qaysi aqlsiz bunga qo'l qo'ygan deb aytish kerak. Kim senga sotgan buni deb? Qanday chidash mumkin? 15 yil bo'ldi ishlamayapti. Hech kimda ishi yo'q. Odamlar qaqa dardini aytsin. Qayerda men ish joyi olaman? Sen tomoshabin bo'lib o'tirsang. Tushundingmi yo'qmi? Hamma o'sha shaharlarda o'tirib olib, o'tirib shu bilan shug'ullanasiz. Har kuni 3 soat